Payg'ambarimiz ko'proq qaysi duoni o'qiganlar? Hammanglar bilgan duo u. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Hamma yaxshilik shuning ichida. Parvardigoro bizlarga bu dunyoda ham yaxshilikni ber, oxiratda ham yaxshilikni ber va bizni jahannam azobidan qutqar. Nima kirmayapti mashina ichiga? Qaysi yaxshilik kirmayapti buning ichiga? Va qaysi yomonlikdan qutulishlik kirmayapti buning ichiga? Ser mazmun va juda ko'p xayriyatlarni o'z ichiga olgan duo. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Payg'ambarimiz bir kuni bir bemor kishini ziyoratiga bordilar. Haligi bemor odam og'ri urib shu jussasi kishini bo'lib ketgan, jo'jaday bo'lib qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror narsa to'g'risida duo qildingmi yo Allohdan bir narsa so'radingmi dedilar. Haligi bemor, ha, men ey Allohim, menga oxiratda beradigan jazoingni dunyoda tezroq bergin deb duo qilgan edim dedi. Shuni so'rabdi. Payg'ambarimiz aytdilar, subhanalloh, unga toqating yetmaydi-yu. Ey Allohim, bizlarga dunyoda yaxshilikni ato qilgin, oxiratda ham yaxshilikni ato qilgin deb duo qilmabsan-da. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Haligi odam payg'ambarimiz o'rgatgan shu duoni qiluvdi, shifo berdi. Qani shifo so'ramasdan dardni beraver, oxiratda beradigan jazoni shu dunyoda ele ko'tarib qo'yay deb so'rayotdi, jo'jaday bo'lib qopti, jasadi qiylanib. Endi shifo so'radi, Alloh taolo shifo berdi.